Tünügün öyle çoğunlar keptike maş bilen oxştup, göşün cıyıq silip mençizde suyuqaş etkendim. Acayip yarap ketdi. Qarab iştayınız içilip ketdi o deyme. Bunu qanda qattim ki qinamiz birlikte ügüneylik. Yulduz yurak belgilerini besip saqlayılışını unutup qanman keyin izdegan tapamay qalsiz. Aval videoda ko'rsatgan bo'yicha go'shtni ushshaq to'g'rib olamiz. Sho'rpisini chiqarish uchun azroq qo'rg'i go'shtni muvofiq miqdor to'g'rib etdim. Yerim baş yangyoni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rib olamiz. Boshqa sayko'ktatlarni mo videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rib olamiz. Buning ketarlik materiallar tuvandagidek. Endi qozonga azroq may qo'yib go'shtni silib bekroq qo'riytimiz. Uningdagi 2 gram atrofida tuz silib qo'raymiz. Musharliqda bir qo'shqa atrofida jangyu sevasanglar rangi intayin chiroyli chiqdi. Bugun uyga cho'nglar kelgan bo'lg'achqa men jangyuni qo'ymadim. Uningdan keyin so'ng piyoz maysini videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rib olgandan keyin silvitimiz. Uning orqadan pomidorni silib pomidorning suyi chiqish qo'raymiz. Agar siyanglar qizarmay qolsa bir qo'shqa atrofida pomidorjang silvasanglar bo'ldi. Uning orqadan cho'ng ustamning suyuqash tetitisidan bir bo'loq silvitimiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bormish oilda suyuqash etsam ta'mini yaxshi chiqarmayaptimi degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab beqqanlar ta'mi kep ketmaydi. Ondan keyin adam sanimiz qarta muvofiq miqdorda suv qo'yib olamiz. Hozir 60 xil darsimiz faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekranida numir shu. Mash bilan noqutni bir kichikchilab qo'ygandan keyin uningdan keyin solamiz do'stlar. Taxminan 10 minut atrofida pishirib olgandan keyin uningdan keyin menchizni solamiz. Menchizni odatda tayasini olsanglar sal qulaylik, men 3 qo'yliq menchizi bilan bir qozon osh chiqarib etdim. Eng oxirida ta'mining rangining texim chiroyli chiqish uchun qizil lozi bilan jusayni ushshaq to'g'rab silib etib, ikkilashtirib lamchinimiz usib olsak bo'ldi. Ajoyib o'xshab ketibdi-kin, cho'ng kichik hammaylar yeni bam deb turib ichib ketdi. O'ginib oldingizmi? Qaynamiz siz mitib sinab beqing. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.